Yangi hisoblagich olish yoki yangidan sertifikatlash, qaysi usul yaxshiroq? Narx bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'rtacha hisoblagich narxi 145 mingdan 250 ming so'mgacha. Qo'shimchasiga u hisoblagichlarni sertifikatlash uchun 60 mingdan 120 ming so'mgacha pul ketadi. Bu jarayon esa standartlash markaziga bir necha marotaba borishni talab qiladi. Maishiy iste'molchi haqida gapiradigan bo'lsak, hisoblagichni ishlash umri 8 yil. Shuning uchun oqilona o'ylab ko'rsak, shunchaki yangi hisoblagichni olib 8 yilga bosh og'riqni unutib yuborsa bo'ladi. Ammo elektr yoki gaz hisoblagichi haqida gap ketganda, bu yerda holat sal boshqacharoq. Bu jihozlar qimmatroq turadi. Ayniqsa gaz hisoblagichi haqida gap ketganda, uni sertifikati, modemi va klapani bo'lishi shart. Sertifikat muddati yetib kelayotganda, yaxshisi tavakkal qilmasdan hammasi yaxshi bo'lishi va to'g'ri ishlashi uchun sertifikatlash kerak. Qiziqmi? Unda Shochik Uzga obuna bo'ling. Shochik Uzda aynan sizga kerakli mahsulotni tanlashga yordam beramiz.